arkalarni broni plyonka qilishni zo'r yo'lini ko'rsatgan ekanlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zi oddiylik yoki shunga o'xshash mashinalarni qiladigan bo'lsak, 1,5 metr broni plyonkani avvalni qilib kesib olish kerak bo'ladi. Bu yerda ozgina uzunroq kesib olganlar, quruqlik holatida ko'rayotgan bo'lsanglar, kuzov qismiga tortib turib, ya'ni maksimal figuraga olib kirib shu narsani yechim qilyaptilar. Avvalni bo'ladigan bo'lsa ham shu yechimni qilib ko'rsanglar bo'ladi. Biz boshqacha yo'nalishda qilganmiz. Undan keyin chang bo'lmasligi uchun, ana yopishgan joylarni ko'tarib, shampunni chayib chiqyaptilar. Bu narsa ana tochkalar tushib qolish ehtimolini kamaytirib beradi. Undan keyin sezgan bo'lsanglar, aynan chet qismlarini tezroq fiksatsiya qilib qotirish uchun spirtli rastvordan foydalanyaptilar. Ozgina cho'zyaptilar-da, sekin figura bo'yicha, ya'ni to'g'ri siqib chiqyaptilar. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q ko'rayotganingizda. Undan keyin tashqarida ortiqcha zapaska islashyaptilar. Nimagaki, qaltirish jarayonida noqulaylik tug'dirib qo'yishi mumkin. Ozgina taxminan 1-1,5 sm zapaska isdilar. Qaltir bo'lganlardan keyin mana ichini qaltirib va tashqi tarafini ham qaltirib tashlayaptilar. Nima deysizlar, shu narsani bizani Lilada qilsa ham qanaqa darajada o'xshaydi?